Quyosh panel o'rnatmanglar. Qachonki bu ma'lumotlarni bilmasdan oldin. Aka, quyosh panel o'rnatishda nimalarga e'tibor berish kerak? Ustalarmi, texnik shartlarmi? Shu haqida ozgina ma'lumot. Avvalambor quyosh paneli o'rnatishdan oldin korxonani aniq faoliyati bilan bir qiziqib ko'ringlar, qachon ochilgan, necha yildan beri faoliyat yuritgan, mutaxassislari litsenziyalanganmi, sertifikatlaganmi, o'qib chiqqanmi, bular bilan обязательно qiziqish kerak. Keyin ikkinchi tomoni albatta kafolat xatini olish kerak bo'ladi. Kafolat xati. Kafolat xati. Masalan, ustalarga hozir shu har xil OLXdan qayerdandir usta chaqirib panel qo'ydiraman desangiz, sizga panelni qo'yib beradi. Panelga 300 yil kafolat bor deb og'zaga aytadi sizga. Inverterga buncha deb og'zaga aytadi, lekin u kafolatlar o'tmaydi. Tushunarli. Demak, ustalar uchun mana bunaqa kafolatli hujjat ham berasizlar. Обязательно. Klientimizning har birlarini qo'liga beramiz. Bu yerda yozilgan. Panelimizga 30 yil, inverterga 5 yil, konstruksiyamizga undan tashqari 15 yil. Bu yerda korxona rahbari, mas'ul xodim, mas'ul imina qaysi usta shug'ullangani o'sha obyektimiz bilan hammasi qo'l qo'yib, xudo ko'rsatmasin nimadir bo'ladigan bo'lsa, bu hujjat bilan sudga xohlagan joyga murojaat qilsa bo'ladi. Demak, kafolat shunchaki og'izda emas, hujjatda pechat imzolar bilan beriladi. Albatta. Mana shu hujjatlarga обязательно e'tibor beringlar. Xuddi shunaqa. Undan tashqari shartnoma, обязательно shartnoma bo'ladi. Shartnomasiz hujjat o'tmaydi. O'tmaydi. Shunaqa.